Upgrade va UBS jamoalar o'yinchilari o'yinga tayyor holatda. Hakam ruxsat etsa, bizda soat millari 21:10 ko'rsatmoqda va navbatdagi SLning olovli turiga to'pni o'yinga kiritib beradi. Akmalov to'p oldida tayyor bo'lsa, demak, SLning navbatdagi olovli o'yinida kuzatishga tayyormiz. O'yin ketdi darhol. Uzun o'q bilan boshladi Alixon. Anvarxonovning statistikasi oxirgi to'plar darajada yuqori ko'rsatkich olgan. Demak, to'p to'rga yo'nalishi uchun ikki jamoa ham bugun harakat qilishadi. Ikki jamoaning o'yinida ajoyib natijalar kutib qolamiz. Abdurahimovdan uzoqdan yo'naltirilgan hozir uzatmani ko'rdik. Bu xavfli bo'lmoqda hozir Abdullayevning seyvi davom ettiriladi. Navbatdagi davom etadi. Bizga hozir tarkib tashlash imkoniyati ham berishmayapti jamoalar. Darhol burchakka ega bo'lmoqda. Hisob yangilanishi uchun ikki jamoa ham potensial darvoza yonida yuqori tempda harakat qilishmoqda. Abdurahimov himoyada qolgan, burchakni Jalilov amalga oshirib beradi. Jamoaning tajribali o'yinchilaridan Abdurahimovdan darhol pushkani ko'rib turibsiz, xavfli ko'rinish olgan edi. Texnik menimcha hamma narsa bitta tayyor. Tarkiblarni boya ham yo'l berishmaganda tanishtirishga mana hozir bir qur eslab o'tamiz ikki jamoa tarkiblarini va qaydnomalardagi o'yinchilarni. Bizda UBS yana oldinga bormoqda. Jalilov! Azmbek! Gol asos Jalilov! Albatta biz keyinchalik ham highlightlarda taqdim etamiz. Yaqin kadrlarda kuzatish mumkin bo'ladi. Ruxsat berildi. Ajoyib boshlagan edi. Abdullayev bilan Habibullayev nima qildi? O'zgacha uslub bilan boshlashdi hozir jarimadan, lekin darvozabon ham buni tushunib qoldi va o'z xotirjamligi va sovuqqonligi bilan vaziyatni bartaraf etganini ko'rishingiz mumkin. UBS darvozabon Qurbonovga kelmoqda. Fazliddin ko'rmoqda, o'zining sherigi bor yonida Abdullayevga qoldirdi. Abrorning pasdan so'ng zarba bermoqda. Noaniq ko'rinish oldi, lekin agar rikoshet vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, bilasiz, bunday vaziyatlarda raqib jamoa tomoniga yana bir gol bo'lib ketishi mumkin. Keskin vaziyatlar, ya'ni qarosida bo'lganda darvoza tomonda. Anvarxonovdan Behruz o'yinda o'zini eslatishga bugun harakat qilmoqda chap qanotda. Ko'ryapsiz, uzatmalardagi kuchni aynan Behruz va Abrordan kutmoqdamiz faqat bugungi o'yinda upgrade'dan. Shular hozir jarima maydoni ichida kuzatilishi mumkin, qattiq bo'lib ketishi mumkin. UBS ham ko'ch qattiq bo'lmoqda. Olib hozir UBSga darvozabonga qarshi birga bir qaytarilmoqda. Qanday dramatik vaziyat. Burchak yana javob sifatida UBS tomonidan amalga oshiriladi. Yana qarshi javob berdi va darhol maydonda mushuk ham ko'rinish bergani Abror bunga yaxshi javob berdi. Ikki o'yinchi qaytardi Alixonga. Qanday emotsional vaziyat, hozir biz golmi deb o'ylagandik, lekin himoyachi tozaladi bu vaziyatda. Hujum ikki jamoada ham faol va samarador uslub hisoblanadi. Mana hozir qarshi taktik hujum qanday olib chiqdi Tojiboyev. Double save. Standart vaziyatlar ko'paygandan ko'paymoqda. Hakam mushukka maydondan chiqishini ta'kidlamoqda, lekin mushuk hakamning gapiga quloq solmayapti. Ya'ni ball bilan aytiladigan bo'lsa, 2-0 XG dan hozirda UBS ning ko'rsatkichi yuqori ko'rinish olgan. Ayniqsa Jalilovning zarbasi 1 XG ni bizga yetkazib bergan edi. Alixon ochildi yaxshi o'z zonasida. Anvarxonov o'ngga yoqqa to'g'rilasa xavfli. Darvozaning 9lik nuqtasi tomon yo'naltirilgan edi. Tark etmadi to'p. Yaxshi dribling. Texnikani ishlatmoqda, uch kishi orasida o'yin davom ettirilmoqda. Oldinga oldi Habibullayev, yaxshi ko'rishligini, lekin o'tmadi to'p. Qayta xato bo'ldimi bizda upgrade? Pressingga boradi Abdullayev oldi. Behruzdan urinish. Portugal yarim himoyasini eslatmoqda, aynan UBS ning 2,5 himoya vakili. Abdurahimov cho'chimayapti, xato. Abdullayevga qaytdi. Darvozaga qarshi birga bir Abdullayev. Save bilan javob berdi UBS darvozaboni. Xuddi Tojiboyevning sevlari kabi UBS ham men shu yerdaman degandek o'zini eslatmoqda. Qarshi javob berishadi, emotsional drama oshib ketmoqda jamoalarda, energiyaga to'la. Jalilov maydonga tushgan. Pas uzun. Qurbonovdan, Tojiboyevdan yaxshi save. Qoldimi maydonda to'p? Qoldi. Jalilov chap oyoqda. Maydon tashqariga chiqib ketmoqda. Uzoq masofada imkoniyatga boya ega bo'lgan edi Qurbonov, lekin yaxshi save yozib qo'yildi Tojiboyev hisobiga. Abdurahimov bilan o'ynadi. O'ylamoqda, Abdurahimov variantlarni izlamoqda, yonida sheriklari bor. UBS chap qanotdan bo'shliq topdi. Bunday tirqishlardan o'tkazishlikka o'yinchi nazorat qilmoqda. UBS Abdurahimov o'zi yana bir standartga uzatlar berish mumkin. Ali, uzun pas yana Alidan. Tojiboyev qaryormoqda. Xato bo'lmadimi? Azizbek, Luka Nasimov gol asos. Buni Luka deb atashgandan aynan bu bola o'zining Luka ekanligini bizga isbotladi. O'tmoqda o'zi, qaytib kelgan Qurbonov ortdan Akmalov chap oyoqda xavfli to'xtatdi. Bunda texnika bor, ikki o'yinchi qarshisida.
Anvarxonovga qoldirishga qaror qilmoqda. Qurbonov egalari qarshi hujum bo'lishi mumkin. UBSdan kibr qochmoqda. Behruz himoyada o'zi o'tkazib yuboradi. Darvozabon kelmoqda. Bas bo'ladimi? Zarbami? Pas va zarba! UBS hozir pressing amalga oshirishga charg'at qo'yishmoqda jamoalar. Abdullayevga xatodan keyin javob berdi. Upgrade. Keldi Alixon, uzoq masofada super pushka bor. Jalilov chap oyog'ida o'tdi. Unga dubar! Paulo Dybala uslubida Azimbek ishlamoqda, nishonlamoqda. Eksklyuziv nishonlashni kuzatib qo'ying Jalilovdan. Va Abdullayev bor edi, Abdullayevni tanladi. O'tkazdi. Ochildi Alixon. Qanday qaror qabul qiladi Alixon, lekin ikki sherigining flankdagi yurishini kutmadi va o'zi hal qilmoqchi bo'ldi vaziyatni, o'zi nuqta qo'ymoqchi bo'ldi. Xotirjam Behruz yana bir vaziyatni to'xtatdi. To'p trayektoriya bilan Alixon. Gulib oldi Alixon. Kishiga qarshi hozir ko'rish olgan edi. Kontakt bo'ldi deb qaror qilmoqda mana Alixon. Ruxsat berildi, Alixon o'zi ishlagan biletni amalga oshirishi mumkin. Hamma tayyor. Darvoza chizig'i nuqtasidan va jarima maydonidan tashqari turishni eslatmoqda. Ishlandi hozir Upgrade. Qayta ishlagan, to'p qaytishga mumkin. O'yinchilar tayyor, Alixonga ruxsat berildi. Tiklik bosib tahlikali vaziyat. Chunki total vaziyatda ustunlikni bermoqda Upgrade'ga. Javob hujumi Nasimov. Jinnaladi Nasimov! Jalilov! Azimbek! Hat-trick! Ikki o'yinchini dog'da qoldirdi va super driblingi bilan to'pni olib berdi UBS deyish mumkin. Yana pressing hozir Nasivni mana hozir ta'kidlagan joyimda o'zini ko'rsatmoqda va amalda dribling uslublarida o'zini isbotlayotgan o'yinchilardan biri Nasimov hisoblanadi. Uni bekorga jamoadoshlari Luka deb atashmas ekan. 3 ta zarbasidan so'ng aniq zarbani yo'lladi UBS va gol ko'rdik. Qurbonov asosiy rolga o'tib olgan, chunki Jalilovning o'rni aynan Abdurahimov zonasiga qoldiriladi o'ng qanotda. Nasimov! Nima qildi Luka? Lukaning goli yiriklashtirib bermoqda